Qobul Do'stov masalasini kuzatganlar kuzatgan. Qobul Do'stov masalasida kichkina videoni, uni men bir mush urganligim to'g'risidagi videoni, ya'ni tarqaganligi katta trend bo'lgan va hamma qarsak chalgan. Nimaga qarsak chalishgan? Qobul Do'stovga faqat shu kichkinagina videoni o'zinigina qo'yib shu mavzu tugaganmi? Qobul Do'stov meni uyimga mard bo'lib kelganmi? Va Otabek Hamidov. Onasini reklama qiladigan Otabek Hamidov. Qobul Do'stov meni uyimga mard bo'lib kelmagan. Qobul Do'stov meni uyimga kelishdan oldin telefonda onamni haqorat qilgan. Otabek Hamidov. Men seni endi sansizlamayman, sansirayman. Senga men ko'rdim, Qobul Do'stovga ishonaman. O'shaning uchun xalq senga ishonmasligi kerak. Nimaga? Chunki sen hujjat emassan. Sen ishongan narsa to'g'ri bo'lmaydi ko'pincha. Mana shu bittasi. Qobul Do'stov onamni haqorat qilgan. G'irt kayb, mast holda. Og'zidan bodi kirib shodi chiqqan. Men aytganman, menga lakasa tashlagin, boraman oldinga deganman o'sha paytda. Sen meni onamni haqorat qilyapsanmi hozir? Chunki sen bitta tarqagan nima ahmoqni tug'ilganda o'sha sen iflosda tuqqanda butun musulmon olamiga nima deydi? Chirin soladigan bir iflosda tuqqanda shu ona portlaysan. O'ylaymanki sen bitta tarqaganim muttahani gapirgandingda. Savolingni ber, men javob beray. Onamni haqorat qilyapsanmi deyapman, aylantirma erkakcha gap. Yo'q, onangni haqorat qilmayman, chunki ona muqaddas u. Sen bitta tarqagan bilan nimani gapiryapsan sen? Sen itdan tarqagan degan bo'lsam, sen onangga umuman daxli yo'q. Yo'q. Bu seni volidang, u volidang, tushundingmi? U volidang, ona u, tushundingmi? Erkak bilan nimani gapiryapsan sen? Men hali ishni Onangga umuman daxli yo'q. Sen iflosda o'zingga daxli bor bu gaplarimni. Yo'q, sen hozir telefonda juda haddan oshyapsan. Yuz-yuz gapira olmaysan bu gaplarni. Yo'q, sen ko'zingga sikaman, sen dalbayobda. Tushundingmi sen? Dalbayob gandon bilan. Ben gapirmanga savolingni bermayman, gandon. Sen abror seni bilasanmi? Sen kigaman yo'lga, kim qaytirib kelmasan, kitarasdi. Hozir qayerdasan? Sen kigaman yo'limga. Yo'lakatda tashlayman. Sen menga telegramga, mana shu umrimga yo'lakatda tasha, men o'sha yerga boraman. Yo, o'sha yerdaman. Men senga yo'lakatda tashlayman hozir. Erkakcha gaplashasanmi? Terpiylanib demaysanmi? Nima deysan? Erkakcha gaplashasanmi? Terpiylanib demaysanmi? Yo'q, teztirib qilmayman. U anaqani adashtirma, nima deydi? Tashlama. Kimlar bilandir adashtirma, men seni o'sha Davay, tashlab bo'l, tamom. O'shalar joyga o'tkazib gam bo'ldi. Tushundingmi? Kidarat. Gaplaringni hammasini yozib qo'ydim. Hozir ko'rishamiz. Tashamanga yana. Sen kodsan. Sen kodsan, hamma narsa yozasan. Hozir ko'rishaylik, qabul. Hozir ko'rishamiz. Menga yalak tashlamayman. Menga sikirsan kidaratni. Sen kim meni yonimga hozir ko'rishaman. Hozir boraman. Tashaga yalaksin. Men o'ylagandim, uyga kirib gaplashib, bir piyola choy ichib, o'sha masalalarni hammasini hal qilib olamiz deb o'ylagandik, lekin unaqa emas ekan. Oldinga boraman degan. Lakasa tasha olmagan. Sen tasha degan menga. Men lakasa tashaganman. Mana shu o'tirgan xonadonim lakasasini tashaganman. Bomdodni o'qigandan keyin eshik jing'iradi, telefon bo'ldi, keldi. O'zim yakka boraman degan. Videolari turibdi, hozir qidirsang chiqadi. Endi keldi. Chiqsam ikkita odam yetalayapti o'zi bilan birga. Bittasi Abdulmalik degan o'sha havorij, salafiy, jahannamni ko'pdagi bo'lgan, biz musulmonlarni yomon ko'radigan, musulmonlarni kofirga chiqaradigan Abdulmalik degan bitta bolani yetalayapti. Masjidga kirganda bomdodda o'zi kayb. Men oldimga kelyapti, kayb bo'lsa ham kallasi ishlayapti. Kelsa kalta ishini aniq biladi. Men aytayapman, sen bilan salomalik qolgani yo'q. Keyin men sen bilan boshqa til bilan gaplashamiz deganman. Ikkita odam yetalayapti. Kelib menga kelib videoda ko'rsanglar qo'l uzatyapti, so'rashaman. So'rashmayapman. Keyin dangitib soldim o'sha. Onamni haqorat qilgan odamdan imkon topsam so'rab olaman. Erkak kishi shunaqa bo'ladi. Keyin nima bo'lgan qarang, hali videolarni qo'ymasdan hamma zapislar menda turibdi. Kaltagini yedi, mahalla to'planib ketdi. Uchastkovoylar keldi, hamma to'polon bo'lib ketgandan keyin ularni olib ketishdi. Bir payt Qobul Do'stov Facebookda o'zini profilida video qilyapti.
videoda aytayaptiki, haligi ikkita bolani yetalab olgan, bittasi o'sha Abdumalik degan bolani yetalab olgan Parkentda. Biladi hamma uni. Sizlarga ya'ni eslatayotganim misoli yuqorida Oysha onamiz haqida qilingan munofiqlarning ishini mana Otabek Hamidovga o'xshagan onasini reklama qiladiganlar bir xil, birda bir davom ettiryapti. Shuning uchun sizlarga men buni ko'rsatyapman. Video qilyapti Qabul Do'stov. Oldiga ikkita haligini qo'yib olgan. Aytayaptiki, mana sizlar aytinglar, biz Abror Muxtor Aliyning uyiga mehmonga keldik. To'satdan chiqib bizni urib qoldi. Shayxning shogirdi, ahli ilm bizni urib qoldi. Qayerda yozilgan mehmonga kelgan odamga bunaqangi chiqib turib salom alayksiz urib qolish? Qayerda yozilgan deyapti. Abror domla hozir qanaqa bir ahli ilm sifatida, bir shayxni shogirdi sifatida qanaqa bir o'zini nima deydi tutdi, shuni bir izohlab beringlar menga. Azizlar, nima deydi, ahli ilm degan mana shunaqa bir iflos insonni uyiga da'vat qilingandik, biz bordik bir xolis gaplashishga, samimiy gaplashishga, lekin aslida biz kutgan narsa bo'lmadi. To'g'rimi aka? Abdumalik aka mana mehmon chaqirilsa uyga, uni joni, moli, mulki, obro'yi, sha'ni o'sha chaqirgan insonning himoyasida bo'ladi, to'g'rimi? Islomda shunaqada. Endi men qanchalik bilaman, bu ahli ilm bo'lib turib, shayxni shogirdi bo'lib turib, shunaqa ishlar qilishi qanchalik bir islomga to'g'ri? Bu ahli ilm bizani o'zini mehmonga chaqirib, ya'ni gaplashishga uyiga chaqirib, geolokatsiya tashar. Bu ahli ilm bizani o'zini mehmonga chaqirib, ya'ni gaplashishga uyiga chaqirib, geolokatsiya tashab, milisiyani chaqirib, hozir mana militsiyalarga bizni berib yubordi. Xullas, Abror Ishakni uyiga bordik. Qo'ymasdan chaqirdi kechasi bilan. Mana akam Abdumalik akam, Hasan akam bilan birga mana uchalamiz bordik. Va izohlarda hamma uni tarafdorlari, menga qarshi bo'lgan xavorichlar hammasi haqorat qilyapti meni. Men jim turibman endi. Keyin jonlini yoqdim mana o'sha zahotda. Yoqdimda hamma haqoratlarini, zapslari bor edi qo'yib berdim. Mana dedim, bu meni haqorat qildi, meni uyimga mehmonga kelgani yo'q. Bu haqorat qildi. Onamni men o'zim bormoqchi edim. Unga lakasa tasholmadi. U keldi, mendan kaltagan. Shu voqeani fonida uni %100 yolg'on to'qiyotganini isbotini ko'rsatdi. %100 yolg'on gapiryapti. Mehmonga keldim deyapti. Bu bo'lmasa rosa haqorat qilgan meni. Qidiringlar, YouTube'da turgan bo'lish kerak. Abu Solih Fox video qilib qo'ygan o'shanda. Keyin videosini o'chirdi, qochdi, bekindi. Nechta odam izoh yozgan bo'lsa, taxminan bir 100 taga yaqin odam uzr so'radi. U yerda 500 talab, 1000 talab izoh bor. Hammasi sekin yana vaziyatni yopishdi. Vaqt o'tkazish kerak-ku. Vaqt o'tgandan keyin yana bu mavzuni ko'taradi bular. Uchun yopib qo'yishdi. Keyin orada men desert uchun haligi kaltak yegan joyini, mana nima uchun kelganini, mehmonga kelmagan bu. Kelib menga qo'l uzatyapti, so'rashmayapman. U bilan gaplashadigan gap qolmagan. Telefonda menga nisbatan o'ta og'ir haqoratlarni qilgan, natijada kaltak yegan. O'tda kaltak yegan ikkita odam menga tashlagan. Kiyimlarim yirtib tashlashgan. Lekin u Qabul Do'stov yotqizib olib tepganman men. Ukaman bo'lgan, biz 2 kishimiz, ular 3 kishi. To'polon bo'lgan. Boshlanishi mushu edi. Har turli shoqollar bizga qarshi birlashdi. Birlashsin. Yana ham kuch to'plasin. Iloji bo'lsa jinlarni chaqirsin. Kuchlari yetmaydi. Nimaga? Haq yo'l hech qachon sinmaydi. Biz o'lib ketamiz birodarlar. Bizning o'rnimizga yana haqni da'vat qiladiganlar chiqadi. Alloh chiqaradi uni. Men o'zim haqimda gapirganman, men chiqdim deya olmayman. Alloh chiqaryapti bizni.